Shohruh bolam. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshiman bolam. O'g'lim, ertaga singling kelar ekan. Zo'r-ku. Ish qilib, yangi xonadonga o'rganib qoptimi? Ha, o'rganib qolgan shekilli. Ertaga sen bilan bir yaxshilab bozorlik qilib kelsak deyman bolam. Har holda qaynonasi bilan, xo'jayini bilan kelsa kerak. Uyalib qolmaylik deyman-da. Xo'p bo'ladi oyijon. Siz nima desiz shu? Ha, sen kiyimlaringni almashtirib chiq. Ovqat tayyor. Men uyoq-yoqlarni yig'ib keyin kirib dam olaman. Oyijon, o'zingizni unaqa ko'p urintirmang. Sinem o'zi yaxshi ekanmi? Ey, telefonda ko'p gaplasha olmadim bolam. Ertaga kelaman dedi. Endi yonda odam bordir deb men ham ko'p savol bera olmadim. Biz harakatimizni qilaveraylikchi. Oyijon, sinimizni to'yi bo'lib, uyimizdan ketgandan keyin uyimiz huvillab qoldi. Hey, yomon bo'lsa ham, qaysar bo'lsa ham o'rni boshqacha. Ochig'i sog'indim. Nimasini aytasan bolam? 10 ta bo'lsa o'rni boshqa deb bekorga aytishmaganda. Men hamchi qizimni juda ham sog'indim. Voy, ish qilib o'sha yerda tinib tinchib ketsa bo'ldi. Sinimi fe'li darrov sizdan chiqib qoldimi? Yo'q, esimdan chiqqani yo'q. Endi to'g'ri, sening juda ham erka. Shundan xotirlanyapman-da. Ha, ish qilib qaynonasini, xo'jayinini hurmatini joyiga qo'yayotgan bo'lsa bo'ldi. Xavotir olmang oyijon. Sinim turmushga chiqqani balkim yaxshi bo'lib ketishga sababchi bo'lar. Men usti boshimni almashtirib chiqay, keyin ovqatlanamiz. Bo'laqa. Xo'p oyijon. Mayli, xo'p. Ol bolam, sovumasdan yeb olaqa. Nima bo'ldi? Bu yangi kelin degani chehrasini ochib o'tirmaydimi? Oyi, qo'ysangiz-chi. Nimaga bir o'zing kelding? Ha, ering, qaynonang bilan birga kelsang bo'lmaydimi? Ularga bir o'zim boraman deb aytdim. Ye? Nimaga unaqa deysan? Oyi, kelin bo'lish men o'ylaganchalik oson emas ekan. Charchab ketdim hammasidan. Voy, Nimadan charchading? Men ham bilsam bo'ladimi? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Bilmayman, ular meni cho'ri deb o'ylashadimi? Hammasi menga tinmay ish buyurishadi. Kelin bo'lganingdan keyin xizmatligini qilasan-de. Kelin, shunisi bilan kelin. To'g'rimi oyijon? ha, to'g'ri. Ha, yangi borgan xonadoningda ozroq xizmat qilsang, oila a'zolaringning ko'nglini olsang yaxshi-ku, hurmat topasan, mehr topasan. Buni har bir qiz niyat qiladi-yu, qizim. Charchab ketdim. O'zi bekor ham turmushga chiqibman. Bir yaxshi yurdim mazza qilib. Kelin bo'ldim, halovatim yo'qoldi. Charchab ketyapman. Senga yana qaytaraman. Qaynona qaynotaga xizmat qilish bu cho'rlik emas. Kelinlik ziynati. Deylik, turmushga chiqding. Ertaga farzandli bo'lasan. O'g'il qizli bo'larsan. Ertaga o'g'lini uylantirgandan keyin kelin tursang. Kelin ham ish qilmayman deb senga shunaqa gaplar gapirsa, o'sha payt yoqadimi, yoqmaydimi? Qizim, mehnat bilan hech kim o'lmagan. Kelin degan mehnati bilan yuzaga chiqadi. Nima, sizlar meni o'ldirmoqchimisizlar? Bugun ertalab atayin turmadim. Uyg'onmadim. Qaynonam eshigimni rosa taqillatdi. Nima? O'zim uxlaganga sop yotdim.
Keyin erim to'g'ri oyim oldiga chiq degandan keyin uyimga ketaman deb turib oldim. Jinni bo'psan. Bu nima qilganing? Axir yosh bola emassan. Ey, bo'ldi. Ovqatingni yegindi. Ketki uyingga. Oyim meni tushundingiz-a? Ha, tushundim. Men kelgunimcha qorasini ham ko'rmang. Ishga ketdim. Yaxshi borib kel, bolam. O'zim men sizlarga ortiqcha bo'lib qopman. Oyi, charchab ketdim. Nega tushunmaysiz? Ha, mayli. Balki rostdan ham charchagandirsan. Uyingdaliga telefon qilib o'zim tushuntirib qo'yaman. Buguncha qaloqa, dam olib aloqa, bolam. Akamchi? Akang bilan o'zim gaplashaman. Xavotirlanma. Ol, ovqatingni ye, sovumasin. Ha. Ay. Sinini urishib uyga jo'natvorgandan biri jim bo'lib qoldi. Voy, qo'ng'iroqlarimga ham javob bermayapti. Shuna xavotir olyapman, bolam. Ishqilib tinchlik bo'lsin. Yur, birga kirib ko'rib ketaylik. Oyi, o'zingiz kirib chiqavering. Men kirgan uyalaman. Ish qilib, bizani uyaltirib qo'ymasi bo'ldi. Voy, niyatingni sovuq qilmagin. Nimaga unaqa deysan? Shuni xabar olamiz-ku ketamiz. Oyi, siz hadeb sinimni yonimdan urmang. Keyin hamma gaplariga ham ishonavermang. Bilasiz, o'zini bechora qilib ko'rsatadi yoshlikdan beri. Unaqa dema. Nima bo'lganda ham u seni singling. Oyi, shu qizingiz yoshlikdan beri erkalatasiz-da. Ish qilib bizani uyaltirmasa bo'ldi. Qo'y, shunaqa demagin. Narsalarni ol. Bir kiramiz-u ko'rib ketamiz. Bo'laqa, bolam. Xo'p. Quda, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunaqa bo'lar ekanda Xuda. Yomon kelin tushsa, hovligacha o'zing supurib, hamma ishni o'zing bo'yningga olar ekansan. Xudajon, sizdan xabar olgani kelgan edik. Bo'la sizga. Mana. Rahmat. O'zi anchadan beri bir siz bilan bir gaplashib olamanmi degan edim. Qani, uyga marhamat. Ha, mayli, boshlang. Qani, ilohi omin. Hammaga insof bersin. Amin, Allohu akbar. Allohu akbar. Qudajon, qizim ko'rinmaydi-ya. Erkatoy arzandangiz uydan qochib, ertalabdan kechgacha mahallamizdagi go'zallik salonida o'tiradilar. O'sha yerda bitta dugonasi ishlar ekan. Men ham soch kesishni, bo'yantirishni o'rganaman deb ertalabdan kechgacha o'sha go'zallik salonida-da. Xudo xola, senim bizga bu haqda aytmagandi. Ha, endi singlingiz o'zini ayblarini aytarmidi? Siz ham bir kun biz bilan mana shu uyda yashasangiz,
kunimiz qanaqa o'tayotganini juda yaxshi bilib olasiz. Ha, aylanay quda. Ha, qizim hali yoshda. Biroz erkaroq. Ayblari bo'lsa, iltimos, kechira qoling, yaxshi bo'lib ketadi. Bilmayman, qanaqa qiz o'stirgansizlar. Shohruxjon, siz ham aka bo'lib bir qaramagan ekansizda singlingizga. Nima qilyapti, nima qo'yyapti deb. Sizlarni deb har kuni xo'jayinimdan gap eshitaman. Na osh-ovqatni eplaydi, na supursidirni, na uyni tozaligi. Hech bo'lmasa muomala qilishni ham bilmaydi-ya. Uzr. O'zim gaplashib qo'yaman. Nasib o'zgaradi. Yo'q, qo'yinglar. Tinchgina qizlaringni o'zlaring bilan olib keta qolinglar. Menga bunaqa kelinni kerak yo'q. O'zi uyinglarga olib borib tashamoqchi bo'lib yuruvdim. Qudajon, unaqa demang. Yoshlarning oilasi buzilib ketmasin. Qani, men bilan yuring quda. Siz o'tirib turing-a? Qayerga? Ha, yuring, yuring. Keyin ko'rasiz. Keling, turing. Shohruxjon, siz ham aka bo'lib bir qaramagan ekansizda singlingizga. Nima qilyapti, nima qo'yyapti deb. Yuring, yuring. Keling. Mana, o'zingiz ko'rib qo'ying. Mana idishlar yuvilmagan. Raklinaning ichi to'la idish. Nonushtadan keyin dasturxon ham yig'ishtirilmagan. Har kuni shu ahvol. Qudajon, balki yig'ishtirib qo'yish esdan chiqqandir. Xuda, qizingiz yonini olavermang. Xohlasangiz, yotoqxonasini ko'rsataman. Hali bolasi bo'lmay turib, qanaqa qilib ro'zg'or tutayotganini bir ko'rib qo'ying. Ertaga bolasi bo'lsa bilmayman, qanaqa qilib ro'zg'or tutar ekan bu qizingiz. Qudajon, to'g'risi hamma ayb menda. Qizimni ozgina erkalatib o'rganman, buni tan olaman. Ozgina emas, Xudajon, anchagina erkalatib o'rgansiz. Anchagina. Endi Xuda o'z oyog'ingiz bilan kelganingiz juda yaxshi bo'ldi. Qizinglarni olib ketinglar. Qachon mana shu yumushlarni, uy ishlarini qilishni o'rganganda o'zi sekin kelar. Qudajon, qo'ying, issiq o'rni sovimasin. Shu uyda o'zingiz yo'rig'izga solib tarbiyalab ola qoling. Voy Xudoy, o'zingiz binoyiday ayolsiz. Bilmayman, qizingiz kimga o'xshab qolgan. Mutlaqo sizga o'xshamaydi-ya. Ming bor uzr quda. Erkalatib o'rgan ekanman-da. Voy, uyda ish qilmaslik uchun mingta bahonani o'ylab topadi. Yoqamda ushab qolaman, ey. Yo, tavba. Gapga tug'ilganmi bu? Shuni bilasizmi, Xuda? Xullas, Xuda, kelin olib baraka topmadim. Ovqatni ham o'zim qilsam, idishni ham o'zim yuvsam, uyni ham o'zim yig'ishtirsam, hovlini ham o'zim supursam. Xullas, Xuda, olib ketinglar, qo'ying. Menga bu kelin to'g'ri kelmaydi. Tinchgina olib keta qoling. Qudam ham gapida jon bor. Ko'rdingizmi, oyi? Bu yalmog'iz kampir meni sir chiqishtirmaydi.
Uyga qaytayotganim yaxshi bo'ldi. Mazza qilib dam olaman. O'chir ovozingni. Dam olishni men senga ko'rsatib qo'yaman. Akang bilan meni tiriklay go'rga tiqding. Sharmanda bo'ldik. Ne sharmanda bo'lasiz? U gapiraveradi. Umuman e'tibor bermang, oyi. Seni ko'rgani kelgandik. Mana o'zimizga qo'shib jo'natvoryapti. Ahmoq. Hey. Bizni tiriklay yerga tiqding. Ahmoq. Men nima qildim? Hey, qaynanang shunaqa gaplarni gapirdiki, yer yorilmadi, yerga kirib ketmadik. Oyi, bu xotin o'zi meni sira o'z holimga qo'ymaydi. Shuni gapiga ishon. O'chir ovozingni. Ko'p gapirma. Tush oldimga. Uyda gaplashaman sen bilan. Yur. Beting qursin. Sharmanda qilding odamni. Oyi. Sinimga qattiq o'tiring. Ko'rvas. Tili juda ham zahar. Erkak kishi bo'lganda o'zim bilarim qanaqa gaplash. Voy bilmadim bolam. Shu qiz kimga o'xshagan o'zim ham hayronman. Kimga yoqadi peshingacha uxlagandan keyin? Qaynanasigami yo erigami? Oyi, men jiddiy gapiryapman. Men gaplashsam, mayb qilib qo'yishim mumkin. Ayting, akangni jahli chiqqan deb. Ha, o'zim bugun jiddiy gaplashib olmasam bo'lmaydi. Ha, oyi, ishga kech qolyapman. Duo bering. Mayli, omadingni bersin. Hamisha Allohimiz panohida asrasin. Yaxshi borib kel, bolam. Bo'pti, gaplashib qo'ying yaxshi. Ehtiyot bo'lib yurgin, ha? Xo'p. Yaxshi ham akasi bilmaydi. Ertalab tong saharda chiqib ketganini. Qayerlarda yuribdi bu ahmoq qiz? Yaxshi ham o'g'lim bilmadi-ya. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom o'g'lim. Shohruh. Mabodo seni senga qo'ng'iroq qilmadimi? Yo'q. Nima? Uyda yo'qmi? Yo'q. Ertalab chiqib ketdi. Hali kelgani yo'q. Oyi, nimaga menga aytmadingiz shuni? Qayoqqa ketdi? Dugonalar bilan uchrashaman degan edi. Xavotir olyapman, bolam. Faqat yonini olasiz. Erkatoyingizni. Telefoni ham o'chiq. O'g'lim, balki kelib qolar. Yana ozgina kutaylikchi. Oyi, men xos kelaman. Xavotir olmang. Qayerga bolam? Hozir kelaman, oyi. Voy. Kimga o'xshadi ekan? Qo'limni Nimalar qo'yib qilib yursan bu yuboring. yoqda? Nima qilib yursan? Nima edi? Kim ham o'rtoqlaring? Ha? Ularning yuziga qarasang, na fayzi bor. Mana shular bilan ochiq qatib yuribsanmi? Ha? Sendan so'rayapman.
Aralashmang, bu meni hayotim. Bo'ldi, aralashmayman. Hozir kuyovga telefon qilaman. Aytamanki, xotining uyda o'tirgani yo'q. Hech narsani o'rganmayapti. Restoran yurtda o'rtoqlari bilan. Deymi, kuyov bolaga? Bo'ldi. Aka, Nima aka? Ha? Nima aka? meni oilam bor. Yo'g'i, endi esingga tushdi merga teganing. Menga qara. Sen meni g'ururimsan. Sen meni oilamsan. Bitta singlisiga qarolmabdi akasi degan gap kerak emas, tushundingmi? Hoziroq oldimga tush yaxshilikcha. Bo'lmasam, hozir bir narsa qilib qo'yaman. Bundan keyin bunaqa joylarda yurganingni ko'rmay, bunaqa o'rtoqlarimni osh qatib yurganingni ko'rmay, tushundingmi? Esingdan chiqarma. Seni do'sting, seni jigaring menman. Qolaversa onam. Mana bular esa keldi ketdi degani. Birovdan qolgan. Tushundingmi? Ma bolam siqqani Rahmat. yeb olgin. Qo'yurmiz moya. Voy, Sinimga aytsangiz bo'lardi-ku. senini bilasan, hali beri uyg'onmaydi. Oyi. Sinimni mehnatga o'rgatish kerak. Xizmatga o'rgatish kerak. Bunga qattiq tura turing. Bunaqada oilasi buzilib ketadi-ku. Ertaga borsa qaynonasi qabul qilmaydi. Uni ustiga tag'im kuyov bilan ajrashib ketmasin. Qo'y bolam, yaxshi niyat qilgan. Mana, xudo xolasa sen to'yingga ham oz qoldi. Nasib bo'lsa bugun borib, bo'lajak qudam bilan to'y maslahatini qilib kelaman, xudo xolasa. Lekin oyi, Barnoga uy ishdan ko'proq qildiring. Bundoq xizmat qilishni bilsin, muomalani bilsin. O'zi maqsadimiz ham shu bolam. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'l bo'lsin. Bu salonga yozdirgandim. Keyin dugonalarim bilan shopping qilmoqchi edik. Ertalabdanmi? Nima bo'pti? Nima, keyin sizlardan ruxsat so'rab ko'chaga chiqarmadim? Hey, baraka topkur. Axir qaynanang seni uy ishlarini o'rgansin deb jo'natdi-ku. Bor, kiyimingni almashtirib chiq, bironta tansiqroq ovqat qilamiz. Oyi, uyga kelib ham ish qilamanmi? Tirnog'im yomon bo'lib ketganini qarang. Tirnog'im qildirib kelaman. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Tirnog'ing qursina. Hey, voqli aka bo'lmasam. Oyi, buningizni bir narsa qilib qo'yma yaqinda. Qo'y bolam. Ko'ngli o'ksib qolmasin. Endi otasiz o'sgan. Mayli, ko'ngli qaraymiz deb bolam. Oyi, hozirgi qizlarni tushunmayman. Faqat salon yursa, ko'chada likki yursa, boshqa dardi yo'q bilani. Hey, unaqa deb gapirma. Har holda seni siyning. Mayli yururchi. Biz zoni yugurgan somonxonaga ketishadi-yu. Ahmoq qiz. Xudojon, kim gapirgan bo'lsa ham tuhmat qilibdi. Qizim qaytib kelmagan. Vaqtincha kelib turibdi. Yaqinda uyiga qaytib ketadi. Qo'ysizchi quda. Qizingiz tarafini hammadan eshitdim. Qo'ni qo'shnilar qizingiz qanaqaligini gapirib berishdi. Ochig'i, dadamiz bilan kelishib to'yni bekor qilmoqchimiz. Voy, aylanib ketay Xudojon, unaqa demang. Qizimni bugunoq qaytarib yuboraman. Ertaga qizimni sizga uzatsam, qizingiz kun bermasa-chi? Axir erkatoy urushqoq deb eshitdik. Hey, Xudoy, qizingiz yaxshi kelin bo'lganda bir oyga qolmasdan qaytib kelarmidi? Xudojon, to'yni bekor qilmaylar. Men qizimni bugunoq qaytarib yuboraman. Avval qizingiz qaytib ketsin. Keyin bu yog'i bir gap bo'lar. Lekin qizingiz qaytib ketmasa, dadamiz rozi bo'lmaydilar. Meni to'g'ri tushunasiz. Tushunarli.
Oyijon, yaxshimisiz? Sizga nima bo'ldi? Aziz yo'qmi? Biror joyingiz og'riyaptimi? Yuragim og'riyapti, bolam. Singlim sizni yana xafa qildimi? Ertalab ketgan bo'yicha hali kelgani yo'q. Bolam, yana undan boshqa yana bir muammo bor. Qanaqa muammo? Xudo taraf to'y to'xtatamiz, to'y bo'lmaydi deyishdi. Qanaqasiga oy, men Sabina bilan ancha yildan beri yaxshi ko'rishaman. To'y qilmoqchi edi, to'yi belgilagan ekanmiz. Bolam, yalindim. Yolvordim, lekin qizingiz erinikiga ketsa, keyin o'ylab ko'ramiz deyishdi. Lekin jon bolam, esingda tursin. Men bu dunyoda borman, yo'qman. O sening yakka yagona jigaring bo'ladi, bolam. Uni asrab avaylagin. Singling senga omonat, bolam. Meni kechir, bolam. Hammasiga men aybdorman. Uni yakalatib boshimga chiqarib oldim. Mana seni ham hayotingga zarar tegyapti. Oyijon, o'zim bolam. Unaqa demang. Hali ko'p yashaysiz. Hali men to'ylarimda keraksiz. Bu muammolar sizning bir tomchi ko'z yoshingizga arzimaydi. Mayli taqdir ekan, mayli. U siz ham yasha olaymi? Yashaganman ham. Mayli singlim yomon. Nima qilamiz? Etganingizda jigarim. Lekin hech qachon siz yig'lamang. Bu ham bir taqdirning zarbalaridagi gap. Bo'ldi oyi, hozir boraman-da singlim topib kelaman, lekin bu safar siz aralashmang. Yomon gaplashaman bu safar. Ey bolam, jon bolam. Faqat iltimos, urib netib qo'ymagin. Shu paytgacha ayol kishiga qo'l ko'tarmaganman. Bundan keyin ko'tarmayman. Jon bolam. Rahmat kattakon, judayam yoqdi. Bugun kun zo'r bo'ldi. Yaxshi, rahmat. Unda yana bir ko'rishamiz, a? Aha. Bo'veradi. Mayli, yaxshi yetib oling. Rahmat kuzatib qo'yganingiz uchun. Sog' bo'ling, mayli. Mayli, bo'pti, xayr. Aka, Qattiq yuribsan? Ha? Kim bu? Nima ishingiz bor? Ey! Sen turmushga chiqqan qizsan. Onam seni kutib kasal bo'lyaptilar. Nima baqirasiz? Yur uyga. Sen bilan boshqacha gaplashma. Kir. Qo'yib yuboring qo'limni. Mana, arzandiz. Oriyapti. Hey, sen qanaqa qiz bo'lding-ya o'zi? Meni tiriklay go'rga tiqmoqchimisan? Qiz boqquncha kuchuk boqsam bo'lmasmidi? Namuncha vahma qilaverasizlar. Men nima qildim?
Hey! Mahalla ko'yi oldi sharmanda qilding. Meni akangni boshimizda egding. Hey, menga qara. Ha, begona erkak bilan hiringlashib turishga balo bormi, a? Nega uyalarkanman, oyi? Axir kursdoshim bo'lsa. Menga qara. Sen turmushga chiqqan ayolsan. Ering ko'rib qolsa o'zingni qanday oqlaysan, a? Ahmoq. Siz umuman hayotimga aralashmang. O'sha ravosini. Bo'ldi. Hammasi jonimga tegdi. Bugunoq uyingga qaytib ket. Boshqa ko'zimga umuman ko'rinma. Hechchamda shu yerda yaxshigina yashab yuribman. Qachongina erim bilan qaynonam yalinib ketsa, ana o'shandagina ketaman. Shunda ham o'ylab ko'raman. Hey, jinnimi sana? Ular ikki dunyoda yalinib kelmaydi. Ahmoq. Sen hozir borsang, ular seni qabul qilsa ham katta gap. Oyi, menga zarar kelgani yo'q. Ertalab tur choy damla, xizmatini qil, qo'shqovog'iga qarash. Shu yerda yaxshigina yashab yuribman. Yo, sizlarga zararim tegyaptimi? Ha, zararing tegyapti. Kuydirib ado qilib bo'lding sen qiz. Mana shu seni deb akangni to'yi ham to'xtayapti. Meni deb to'xtadimi? Endi shu bahonani o'ylab topdinglarmi? Ovora bo'lmanglar. Men baribir ketmayman. Ketasan. Chunki senga bu uyda joy yo'q. Yo'qol. Akangni hayotini barbod qilishingga yo'l qo'ymayman. Qanday eplasang epla. Bor yo'qol. Oilangni iziga tushir. Boshqa bu uyga qaytib kelma. Faqatgina mehmon bo'lib kelib ket. Yo'qol dedim. Umuman ko'zimga ko'rinma. Hali shunaqami? Hali ko'rasiz. Oy. Assalomu alaykum. Xudojon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Ha, qizimni kecha jo'natib yuborgandim. Men nima uchun uyga qaytarib borgandim, Xudo? Hech narsa o'rgatmabsiz-ku. Ha, endi Xudojon, o'zingiz yo'lga sovalarsiz. Men ham to'y boshlab qo'yganman. To'ylarni esanam o'tkazib olaylik. To'y deysizmi? Qizingizni qanaqa qilib yo'lga solsa bo'ladi, a? Na eriga quloq soladi, na menga quloq soladi. Tavba. Uyda shuncha turib ham aql kirmabdi-ku. O'rgilay Xudojon. Qizimga meni kuchim yetmayapti. O'g'lingizga ayting, qattiqroq tursin. Keyin o'zim qattiqroq turavering, men xafa bo'lmayman. Xafa bo'lmang-ku. Umuman tarbiya bermagan ekansiz. Voy, bitta qizni boshimga chiqaribman. Mana oqibat. Ey Xudojon, ish qilib tinib tinchib ketsin-da. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Ha, yaxshimisiz? Nerangiz oqarib ketdi, ishlaymi? Ha, yaxshiman. Shu sal qon bosim oshdi shekilli bolam. Yaxshiman. Nima bo'ldi? Nimadan siqildingiz? Yana sening muammosimi? Yo'q, bolam. Shunchaki xavotir olyapman. Nimadan xavotir olasiz oyi? Yosh bolamidi u qiz? He, bolam. Yaxshimi? Yomonmi? Baribir bolam-da. Nima qilay? Xo'p. Nima qilish kerak? Borib kelamizmi, ko'rib kelamizmi? Yo'q. Sen ishingni qilaver, bolam. Undan ko'ra
Men ertaga borib yangi qudalar bilan gaplashib kelaman. Oyi, bu dunyoda faqat sen emas, men ham borman. Men uchun ham keraksiz, esingizdan chiqarmang shuni. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, bolajonim. Kirib kiyimlaringni almashtirib chiq, ovqatlanamiz. Xo'p. Choy iching, quda. Rahmat. Mana Xudo xolasa qizimni ham uyga jo'natvordim. Endi to'y to'xtatmaylik deb sizni chaqirtirgandim. Ha, shu tezroq o'g'limni ham to'yini ko'rsam, armonim yo'qda. Meni ham bog'lab bermagan-ku qudajon. Ha, mayli. Men dadamiz bilan gaplashib ko'raman. Endi qizim bilan Shohruxjon bir-biriga ko'ngil qo'yishgan ekan. Biz nima ham qilardik, nima ham derdik. Ularga faqatgina shu baxt tilaymiz. To'g'ri aytasiz. Ilohim qo'sha qarsin. Baxtli bo'lsin. Ilohim. Ha. Qizingiz yaxshimilar? Ha, yaxshi. Voy, o'sha tutib qo'yib pala yozsin-a. Tinch bo'lsin-a, ilohim. Oyjon. Yurma mundoq. O'lmasam. Mana, Xudo, qo'y parchadek qizingizni qaytarib olib keldim. Bugundan keyin ostona xatlab uyimga kelmasin. Tushundingizmi? Ay tavba. Uyni ishlari naryoqda qolib, ana endi kechasi bilan restoran yuribdi. Meni o'g'lim halak buni izlab. Qanaqa tarbiya bergansiz? Qanaqa tarbiya bergansiz? Uyaling Xudo, bunaqa qiz tarbiya bergandan ko'ra, ko'mib tashlash kerak bunaqa qizni. Xudojon, o'tiring, gaplashib olaylik. Yaxshimisiz? Siz Xudo bo'lyapsizmi? Men kuydim, jon singlim, siz kuymang. Qizi bunaqa bo'lsa, o'g'li bilmayman qanaqa ekan. Voy. Bir narkoman parkamandurda. Tavba. Qo'ying. Naqadini shaytonga xay bering, Xudojon. Siz umuman gapirmang. Xudo, siz umuman gapirmang. Bitta siz qiz ko'rmagandursiz? Hamma ham qiz ko'rgan, tarbiyasi bilan shug'ullansalaring bo'lmasmidi? Axir bir uyga boradi. Oling, qizingiz o'zingizga buyursin. Ha, Xudojon, Xudojon. Qo'ying. Voy. Xudojonim, ey. Shunaqa gaplar. Aka ketyapsizmi? Ha? Ha. Oyimga mendan salom aytib qo'ying. Sizni kasal qilgan qizingiz salom aytib deymi? Onamni sen kasal qilding. Agar onamga biror bir gap bo'lsa, mendan yaxshilik kutma. Qo'rqib ketdim. Ha? Urasizmi? O'ysingizni uring. Uyalmaysanmi? Ha? O'z onamizni kasal qilding. Senga ham ona, ham ota bo'lib, o'zi yemi yedirib, tarbiya berib. Shunga rahmating shumi, ha? O'zingni onangni xafa qilishdan charchamadingmi, ha? Aka, ona menga nima qilib qo'yibdi? Hech narsani o'rgatmagan. Mana, turmushimdan ham ajrab kelib, uyimda o'tiribman. Zit. Alo. Assalomu alaykum. Markaziy shifoxonadan qo'ng'iroq qilyapmiz. Shohrux Isoqov siz bo'lasizmi? Ha, menmi? Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Farida Umarova omonatini topshirdilar.
Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nerangiz oqarib ketdi? O'ldi. Kim o'ldi? Onam o'ldi. Nima? Aldayapsiz-a? Meni qo'rqitmoqchimisiz? Aka, Qutuldik. Endi kim bildirmoqchisan? Ayt. Menimi? Ha? oyi. Oyi. Onajon. Sizni ko'p kuydirganim uchun meni kechiring. Sizni men o'ldirdim. Men endi yashashga haqqim yo'q. Sizga loyiq farzand bo'la olmadim. Meni kechiring, ona. Meni bu dunyoda mehribonim qolmadi. Endi meni kim erkalaydi? Kim g'amxo'rlik qiladi? Yashashimda ma'no yo'q. Oyijon, men sizni sog'indim. Iforingizni sog'indim. Sizni ko'rgim kelyapti. Va men oldingizga boraman. Oyijon, men sizni sog'indim. Sinem? O'zingni o'ldirmoqchimisan? Onam tashlab ketdilar. Endi seni tashlab ketmoqchimisan? Yashashni xohlamayman. Onamni men o'ldirdim. Men ham sog'indim. Nima qilay? Hayot bu. Xudoning aytgani. Bilasanmi? Onam tushimga kiribdi. Bor bolam. Singlingni qutqar, dedilar. Onam olamdan o'tgan bo'lsalar ham mendan xavotirda ekanlar. Sho'rlik onam, ro'shnolik ko'rmagan onam, meni kechiring. Bu ishing xato. O'zingni o'ldirganing bilan onamni ruhan chirqratganing qoladi xolos. Undan ko'ra tavba qil. Onam haqlariga duo qil. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Qo'y. Menga ber. Kel. Tush. Menga qara. Menga qara. Ko'zimga qara. Sen yomon bo'lsang ham menga keraksan. Chunki onamga va'da berganman. Nima bo'lsa ham asrayman deganman.
Men seni yaxshi ko'raman. Yaxshimisan, yomonmisan, seni yaxshi ko'raman. Kechiring meni. Kechiring akajon. Tavba qildim akajon, kechiring. Voy! Barno? Voy qizim, sizmisiz? Ha. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Sizni ancha o'zgargan, avvalgi Barnodan asaram qolmagan deyshuvdi. Ishonmagandim. Men o'zgardim. Endi ulg'aydim. Endi tushunib yetdim. Faqat bu o'zgarish menga juda ham qimmatga tushdi. Insof bergan rost bo'lsin, qizim. Siz ham bilib bilmay xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring. O'g'lingizdan ham uzr so'radim. Ha, mayli. Hamma ham xato qiladi, qizim. Mayli. Sog' bo'ling. Baxtingizni bersin. Nimaki bo'lgan bo'lsa ham, hammasiga o'zim aybdorman. Bu ham bir taqdir tuhfasi. Assalomu alaykum aka. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Ovqatim tayyor edi. Yuring birga ovqatlanamiz. Yo'q. Rahmat, qorin to'q. Barno, uydan chiq. Nimaga? Ketaymi? Ha, ket. Iltimos aka. Meni haydamang. Ketmasang bo'lmaydi. Chunki seni tashqarida kuyov bola bilan Xudo xola kutib turibdi. Seni olib ketgani kelishdi. Ilohim baxtli bo'l. Menga qara. Borgan joyingda baxtli bo'lishing kerak. Men uchun ham qolaversa, oyim uchun ham. Meni kechiring akajon. Hammasi uchun. Bergan ozorlarim uchun mendan rozi bo'ling. Roziman. Roziman. Faqat baxtli bo'lsang bo'ldi. Endi bora qol. Bo'l, tezroq bor. Bo'lmasam yana qolib ketasan. Bor. Xo'p.